Hammaga salom, mening ismim Bobur. Kecha bitta yerda bir ikkita kommentariy o'qib qoldim. Bittasi yozib chiqibdi. Maktablarda ba'zi domlalar, ya'ni o'qituvchilar jumaga borishga bolalarga ruxsat bermayapti ekan. Ba'zi yerlarda militsiyalar yosh bolalarni kirgizmayapti ekan. deb shunaqangi gaplar chiqdi va O'zbekiston davlatiga qarshi, haligi hukumatga qarshi bo'lgan gaplar chiqdi. O'rtoqlar, endi sizlarga bitta narsani aytib o'tayda. O'zim zamonaviy musulmonman, lekin zamonaviy musulmon deganda men nima uchun bunday deyman? Men sizlardan dinni sal bo'lsam yaxshi bilganim uchun shuni aytyapman. Nima uchun? Qaranglar. Islomda ilk sharti o'qi degan. Tushunyapsizlarmi? O'qi, bilim ol degani. Bilim olish o'sha farqi yo'q. Bog'chada boshlansin, maktabda boshlansin, kolleji bo'lsin, litseyi bo'lsin, universiteti, texnikumi bo'lsin. Bu eng katta ibodatdir. Ya'ni Alloh o'zini muqaddas kitoblarida yozib qo'ygan. Tushunyapsanmi? Даже o'sha bizlarda bir ota so'zi bo'lardi. Beshikdan to qabrgacha bilim izla degan, to'g'rimi? Va eski bir arab so'zi bor. Adashmasam Ibn Haldun degan odam aytib ketgan. Bilim degan Xitoyda bo'lsa borib o'rgangin degan. Xitoyda bo'lsa borib o'sha ilmni o'rgangin degan. Tushunyapsizlarmi? Bu degani bolalaringga haligi yoshligidan arab qul o'qimasdan, yoshligidan bolalaringning miyasini aynitmasdan bolalaringni o'qitinglar. Maktablarda o'qitinglar. Kollejlarda o'qitinglar, litseylarda o'qisin, universitetda o'qisin bakalavr bo'lib, bakalavrni bitirsa magistraturani o'qisin, magistraturani bitirsa aspiranturani o'qisin, aspiranturani bitirib kandidat nauk bo'lsin, doktor bo'lsin, doktorlikdan bitirib dotsent bo'lsin. Ya'ni ketaversin haligi professorlikda o'sha eng oliy urovni dotsent bo'lsa, dotsentlikkacha chiqsin. Ya'ni hayotingiz faqat o'qib bilimga bag'ishlasin. Farqi yo'q, u qaysi sohada bo'lsa bo'lsin. Istasa doktor bo'lsin, istasa injener bo'lsin, istasa bilmem bir qanday fanlar ustida ishlasin. Buni hech qanday aligisi yo'q. Bir kun agar boshimiz degan insoniyat boshi degan bir baloga duchor bo'lsa degan, uni chiqaradigan u yerdan bilimdir degan. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni Alloh muqaddas kitobida yozib qo'ygan. O'qi deb, tushunyapsizlarmi? Lekin bizliklar nima qilyapti? Yo'q, juma namoziga qo'ymayapti. Yo'q, bu insonlarda nimamish o'lsa madhiya o'qish kerak, qaligisida janozasida deb shunaqangi bir haligi tentak tovuq miya gaplar gapiryapti, lekin bu noto'g'ri. Inson o'qisa, o'sha eng katta ibodatdir. Tushunyapsizlarmi? Agar senga davlat sharoit qilib berib, mana shu soatda o'qishda bo'lishing kerak dedimi, sen o'sha davrda bo'lishga majbursan. Sen ta'lim olishga majbursan. Sen bolangni haligi jumada bo'lgin deb zo'rlashga majbur emassan. Bu noto'g'ri. Kerak bo'lsa buni qonunan taqiqlash kerak. Tushunyapsizlarmi? Bola ta'lim soatida ta'lim olayotgan maskanda bo'lish kerak. Tushunyapsizlarmi? Kerak bo'lsa maktablarga nima qilish kerak? Yuzda skaner qiladi-ku, maktabga kirganda. Ana shunday qilib kirgizish kerak. Bola bir kun maktabga bormadimi? Nima uchun bormadi degan savol berish kerak. Mayli, men bu ta'lim masalasida отдельно videolar qilaman hali. Prosta men demoqchi bo'lganim, bolalaringizni o'qishga qarshilik qilmang. O'qib odam bo'larmiding, palonmiding, pistonmiding demanglar. O'qish kerak. Mana men hozir 34 yoshga kirganman. Agar meni bir sponsorim bo'lsa, misol uchun menga mana shu To'yl universitetingda o'qishing uchun yetarlicha kontraktlaringgacha pulingni to'layman. Bundan tashqari oilangni boqishga ham yetarli pul beraman degan odam bo'lsa, men haligacha o'qishga roziman. Mana hozir aytaman, 34 yoshlar bo'la turib, kerak bo'lsa hozir menga 4 yil nizomiyda o'qiysanmi, o'qiyman. Chunki men hech ajablanmayman. 4 yil temir yo'l kollejida o'qiysanmi desa o'qiyman. Gap yo'q deyman. Hech qanday bir og'iz yo'q demayman. Menga mana uni habis qil, hozir bo'lsa hozir o'qiyman. Shunday ekan, bolalaringni o'qitinglar. O'qigan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Jamiyatimizda agar savodli qilsak, o'sha jamiyat bizni yuksaltiradi, ko'klarga ko'taradi. Tushunyapsizlarmi? U haligi dindor ziyniyat hech qachon jamiyatni ko'tara olmaydi, ko'tara olmagan ham. Mayli, bu temaga hali qaytamiz.